Assalomu alaykum. Ayting. 안녕하세요. 일단 musofir savdo 뭐 우즈베키스탄 들려요? 일단 우즈베키스탄에 들어갈 이번에 브랜드는 엠프렌. 네, 엠프렌 그리고 MS 사우더 샴푸가 우즈베키스탄에 진출을 하게 됐습니다. 그 밖에 CC크림, 바디미스트 총 다양한 50개에서 100가지 정도의 제품을 우즈베키스탄에 들고 가니까 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 화이팅! Musofir savdo 35 xil turda ishlab chiqarilayotgan kosmetik korxonasi bilan shartnomani tuzdi. 23-cheklovdan boshlab sotuvga kiradi. Ya'ni bizga kim ixtiyoriy ravishda hozir ishtirok etib olsa yoki aloqaga chiqadigan bo'lsa, yutgani shu bo'ladi. Ya'ni dillerlar kerak bizga O'zbekistonda. Mustaqil ravishda chiqariladi. Narxlarda eng arzon narxda, hamyonbop sifatida beriladi. Bizdan boshqa unaqa past narxda sotilmaydi. Chunki korxona bilan biz shartnoma qildik. Musofir savdoda keyingi brendini xohlasanglar like, поделиться, repost, go. Go! Fighting! Fighting! Uzbekistan, Hamburg. 우즈베키스탄 파이팅!